Sizlar iloji boricha qarz olmaslikka harakat qilinglar, chunki ishni ortga ketishiga sababchi bo'ladigan narsa aynan qarz bo'ladi. Chunki birovni haqqi, uni qaytarishingiz kerak. Ertaga qaytaraman, indin qaytaraman deb yana qarz olaverish esa yana muammolarni ko'payishiga olib keladi. Bu shunday narsaki, как будто siz botqoqlikka cho'kyapsiz yoki suvga cho'kyapsiz-da, oyog'ingizga yana va yana toshlar bog'layapsiz. Bu sizni yana pastga qarab tortib ketaveradi. Oylik xarajatlaringizni shunday rejalashtiringki, kam xarj bo'lib, keyingi oyga yetadigan qilib, iloji bo'lsa o'sha pullarni tejab qoling.